pastki qavatda xonalar razdeli tayyor Euro remont uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun sizlar bilan Chilonzor tumani 19-kvartalda joylashgan 2 xona 1-qavatdagi uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu ko'rib turganlaringiz uyimizning mehmonxona qismi, o'zini yumshoq mebellari, televizornasi, bu yoqda ko'rib turganingizlardek, bu yoqda esa o'tirib ovqatlanish uchun stol-stulga joy qoldirib ketilgan uyimiz egalari tomonidan. Uyimiz 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan bo'lib, oshxonamiz o'rni balkonga ko'chirilib, oshxonamiz o'rnida esa bolalar xonasi qilingan. Ko'rib turganingizlardek 1,5 3 bo'lgan balkonimiz esa uyimiz egalari tomonidan oshxonaga o'zgartirilgan. Kerakli barcha mebel va texnika yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Uyimiz 4 qavatli binoning 1-qavatida umumiy maydoni 48 metr kvadratdan iborat. Gilamli eshikdan kirib kelish, razdelniy sanuzulimiz keladi. Va hojatxonamiz. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi bo'ladi. Uyimiz 1-qavatdaligi sababli barcha romlarga panjaralar o'rnatilgan, yaxshi sifatlisidan qo'yilgan romlarda ham ko'rib turganingizlardek sifat va rang uyg'unligiga alohida e'tibor berib dizaynerlik proyekt asosida jihozlangan uyimiz. Ushbu uyimizni ijaraga berib ham har oy 600-700 AQSh dollardan bemalol daromad qilsangiz bo'ladi. Ushbu uyimizni mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor tumani 19-kvartal Yoshlik Novostroykan orqasida joylashgan ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 76 ming AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, aksiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.